Chupa-chups, doimiy xursandchilik. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan birlikda mana bu yerman va ushbu videoligimizga xush kelibsiz. Xullas do'stlar, bugun biz sizlar bilan birlikda TNT'lar modini oddiy prosta portlatamiz. Bizda bugungi TNT'larni shader orqali portlatamiz. Komplementary Remake shaderi bor. Buni o'zim sozlab qo'yganman, nasibniklab qo'yganman do'stlar. Xullas ushbu shaderda biz do'stlar TNT portlatamiz. Oldingi ikkita videomizda prosta TNTni o'zim portlatgandik. Endi ushbu shaderda kuchli TNTlar portlatamiz. Qadrli FPS'da 100 FPS do'stlar, o'rtacha 110 FPS gacha boryapti do'stlar. Maksimal 130-140 FPS gacha boryapti. Bu juda nerealniy do'stlar. O'zi o'rtacha 500-600 FPS dan 100 FPS ga tushib ketdi. Demak do'stlar, bizga aniq qiyin bo'ladi. Demak, kompyuterimizni bugun ancha qiynab qo'yamiz do'stlar. Bu yerda Domstay TNT, bu TNTlarni ushbu shaderda umuman portlatib bo'lmaydi, chunki bunaqa narsani iloji yo'q do'stlar, lekin biz sinab ko'ramiz. Ba'zi eng kuchlilardan qilaveramiz. Iloji yo'q narsani ilojisini qilamiz do'stlar. Demak, Supernova bu esinglarda bo'lsa juda katta portlash hosil qilganda, biz endi ashlarni birma-bir portlatib ko'ramiz do'stlar. Ish qilib do'stlar, kompyuterimga bir nima qilmasa bo'ldi. Demak, mana bu narsalarni hammasini olamiz. Yaxshi. Demak, endi mana bu yerdan zajigalka ovozdek bo'ldi. Zajik. Demak do'stlar, birinchisidan Supernova TNT'si. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Do'stlar, juda xavotir olyapman. Do'stlar, uzoqroq boramiz. Juda katta portlash bo'ladi. Mana shunday maynani portlaydi. Hozir 12 chakra qo'yganman do'stlar. Va do'stlar, to'g'risi o'ylamagandim. Minecraftdan ot olmasdan turib portladi do'stlar. Minecraftda o'zi bunday holatda Minecraftdan ot olish kerak edi. Lekin hajmga chidadi do'stlar. Bo'lishi mumkin emas. Demak, 32 chakka qo'yamiz. Mana do'stlar, 32 chak. Do'stlar, 80 FPS. Bunday portlashdan qanaqasiga bunday FPS berishi mumkin do'stlar? Nerealniy. Shaderda do'stlar. Wow, juda ham ajoyib do'stlar. Bu portlashni qadrlar. Shaderda juda chiroyli ko'rinar ekan. Buni bir screenshot qilib olmasak bo'lmaydi do'stlar. Buni bir screenshot qilib olmasak bo'lmaydi. Albatta do'stlar, Telegram kanaliga yuboraman. Telegram kanal silkasi opisiyaniyada bo'ladi. Do'stlar, qadrlar, sinab ko'rganlarimizdan emas, balki sinab ko'rmaganlarimiz bo'lsak yaxshi bo'lardi. Biz qiziqlardan sinab ko'rdik avvallari. Endi sinab ko'rmaganlarimiz menimcha do'stlar mana bu yerdan boshlanadi. Demak, Rastlash Island. Demak do'stlar, Helixdan boshlab qilamiz. Do'stlar, to'g'risi kompyuterim hozir juda qizib ketyapti. Yaxshi. Wow, ucharkan do'stlar. Yomon emas. Demak do'stlar, bu juda ham bu ko'payar ekan. Demak, buni qiluvdik adashmasam do'stlar. Bu ham yana ko'payib ketaveradi, ketma-ketlikda. Demak, bu yomon emas do'stlar. Demak, bir-biridan ko'payib ketdi degan TNTni avvalroq qiluvdik. Wow, do'stlar, qaranglar. Fotish yo'q. Hozircha 28 FPS, 30 FPS. Mana do'stlar, buning portlashda 30 FPS, shunchaki 30 FPS. Yomon emas. Kompyuterimiz chedadi do'stlar, RTX 3060. Do'stlar, to'xtadi adashmasam. Lekin do'stlar, anchagina joy portladi. Buni sinab ko'rdik. Diazday. Do'stlar, biz sinab ko'rgan ekanmiz. Hali sinab ko'rmaganmiz. Domstayni qildi. Mana Domstay do'stlar. Mana buning nomini o'zi Domstay ekan. Men Domstayni o'zi sinab ko'ramiz. Ana yerda do'stlar, plaginlarning bazasi bor ekan. Demak, o'sha yerda sinab ko'rishimiz kerak. Tommaga portlatamiz do'stlar. Mana o'sha yerda play bo'ladi. Demak, let's go. Yo'qolib qoldi do'stlar. Demak, bu juda ham wow. Yomg'ir yog'di do'stlar. Yo'q do'stlar, chiqib boq. Wow. TNTli. Portlashini ko'ramiz. Demak do'stlar, bu TNTli yomg'ir ekan. Demak, tushunarli do'stlar, Domstay TNTli yomg'ir. Shaderda atmosferani qaranglar do'stlar, juda ham qo'noqlash. Endi do'stlar, biz boshqa holatga kirdik. Do'stlar, bu deyarli do'stlar 2 soat kutdim, lekin umuman do'stlar to'xtamay ekan. Buni misol uchun qaysi bir kontentlarni qo'llasanglar, ushbu Domstay TNTsini sinab ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun TNT yomg'irimi degan kontentlarni qo'llasanglar yaxshi bo'ladi. Demak do'stlar, biz Diazday qildik, Domstay qildik. Endi do'stlar, Firehillni ko'ramiz do'stlar. Demak, mana bu yerda ikkita kema bor ekan. Biz bo'ludimizda yomon emas. Bitta joyda ya. Demak do'stlar, portlatamiz. Wow. Menimcha ko'rdik do'stlar, buni sinab ko'rdik. Endi buni shaderda sinab ko'ryapmiz. Menimcha chiroyliroq effekt bersa kerak. Wow, bu yerda tog'lardan bor ekan do'stlar. Tog'lardan ham sinab ko'ramiz TNTlarni, xudo xolasa. Portladi, hozir qotsa kerak. Do'stlar, qotib qoldi, qaranglar. Moblar qotib qoldi. Do'stlar, portladi. Demak, bu bo'ynaga Domstay. Demak, Stone Cold degani endi do'stlar, bu sovuq tosh bo'lsa kerak. Menimcha bu do'stlar, kakras qishloq bor ekan. Chiroyligina qishloq, shaderda juda chiroyli ko'rinyapti bu qishloq. Demak, bu qishloqqa sinab ko'ramiz. Demak, let's go. Stone Cold. Demak, tosh o'rab oldi. Qanaqadir kechqurun bo'ldi. Tez ertalab. Do'stlar, kunlar juda tez o'tyapti. Wow, portladi. Wow, do'stlar, qish qilib tashadi. Bir taraf lava, bir taraf qish. Time set qilmasak bo'lmaydi. Time set. Wow, do'stlar, qaranglar. Qish qilib, tavba. Toshlarni qarang, tosh to'ldigan mana bunaqa narsalar o'rab olib. Yog'ochda ham o'rniga, mana bunaqa qaranglar. Bizdelarni qaranglar. Qanaqa bir effekt bo'lgan, sovuq effekt bo'lgan bularga. Demak do'stlar, bularni tog' ham qilsak bo'lar ekan. Do'stlar, daraxtlarni qaranglar. Barglarni o'rniga muz bo'lib qolgan. Yog'ochi ham. Mana do'stlar, wow, bu chiroyli manzara. Do'stlar, shaderda juda ham chiroyli manzara bo'lib ko'rinadi ekan Minecraft. Do'stlar, otib oldi. Wow, do'stlar, Minecraft xatolikka yo'l qo'ydim. Mana qaytadan bolotga qaytadan kirsam, mana
juda g'alati joyga spawn qildi. Do'stlar, bu menimcha Minecraftda o'zi ham adashib qolyapti. Vau do'stlar, просто нереально. Endi do'stlar biz jungli TNT'ni ko'ramiz. Hozir oxirgi qatorimiz ashdan portlatib ko'ramiz do'stlar. Demak, keyingisi jungli TNT. Ko'ramiz do'stlar. Qanaqa? Menimcha jungli paydo qilib bizga kelsa, hozir bizda oddiy biom. Vau, просто bomba. Jungli TNT. O'z nomi bilan junglida do'stlar. Demak, Wasteland. Demak, buni ham ko'ramiz. Vau. Vau, effekti juda katta ekan. Demak, shu yerdagi maydondagi joyni portlatsa kerak yoki yer hosil qilsa kerak. Aha. Demak do'stlar, bu tushunarli Wasteland. Demak, o'z nomi bilan bu yerda do'stlar o'shanaqa Wasteland biomini paydo qilib berar ekan. Bilasizlar, u biomda faqatgina daraxtlar, adashmasam daraxtlar bo'ladi va deyarli hech qanday yashil narsa bo'lmaydi yerda. Faqatgina loy, faqat daraxtlarni yog'ochi, qadar shunaqa. Keyin do'stlar, Wasteland'dagi jumping TNT ham ko'ramiz. Aha, demak bu sakramoq. Vau. Bu demak sakrab. Ko'payarkan do'stlar, sakrab ko'payarkan qaranglar. Yomon emas. Do'stlar, sakrab to'xtamay ekan do'stlar. Bu qachon to'xtaydi bilmaymiz. Ko'ramiz do'stlar. Yo'q, okeanga kirib ketdi do'stlar. Okean qiziqmas. Demak mana buni sababi keldi. Vau. Hamma joy portlatyapti. Birini ham butun biom dablasini chiqardi. Do'stlar, bular ketdi. Bittasi g'arbga, bittasi sharqqa, bittasi shimolga, bittasi janubga. Yo'q, qiziqmas do'stlar. Mayli do'stlar. Jumpy TNT xuddi shunaqa 5 gami to'g'ri ko'payarkanda o'zi ketar ekan. TNT 10.000x do'stlar. Va nihoyat sizdan ko'ramiz. 10.000 ta TNT birlashmasi desak ham bo'ladi. 3 rang ekan, yomon emas. TNT 10.000x uzoqdan qilmasak bo'lmaydi. Eslicha shader ham bor do'stlar. 10.000x taj duxum ham yetmaydi. Mana shadersiz ham duxum yetmaydi do'stlar. 10.000x shadersiz ham duxum yetmaydi. Bu shader bilan qanday qilar ekan do'stlar, ko'ramiz. Vau do'stlar. Bu nimasi? Vau! 10.000x TNT do'stlar, mana bu yerdan bu yergacha portlagan. Do'stlar, nerealniy. Stop, men 32 chakka qo'yibman, nimaga qotdi desam, 32 chakda turgan ekan. Vau, shaderda juda chiroyli ko'rinar ekan. Do'stlar, mana buni qaranglar. Ichkariga tushsanglar qaranglar. Vau! Alohida bu struktura bo'lib qolganda, diamondlar juda chiroyli ko'rinar ekan shader bilan. Do'stlar, yomon emas. Mana buni qaranglar, mana bular hali ham o'lgani yo'q, pastga tushyapti. Qandaydir xira bo'lyapti. Nima edi? Zombilar hali ham o'lgani yo'q edi. Demak do'stlar, bu 10.000 ta TNT misol uchun birlashmasida yig'ilib portlagandek, men hozir kirib chiqishga majbur bo'ldim. Minecraftda otib olgani yo'q, lekin eng muhimi u yergacha boraman deb o'ylayapman. Demak, bu yergacha borgan ekan. Demak do'stlar, keyingisi custom firework. Demak bu custom degani o'zingizlar bilasizlarki, xohishga qadar firework. Ya'ni u ko'ramiz hozir xohishga qadar raketa. Xohishga binoan raketa desang ham bo'ladi. Let's go. Demak bu har xil fireworklar. Yo'q. Bu demak custom har xil bloklar. Hozir misol uchun qaranglar, grace blok chiqdi. Endi bundan misol uchun tosh blok chiqsa kerak yoki bo'lmasa demak bundan ham grace chiqdi. Yo'q, bu просто grace chiqar ekan do'stlar. Demak bu yer grace bloki Atlantis. Keyingisi do'stlar, inshaalloh portlatamiz. Demak, qandaydir yomg'ir boshlanyapti. Bundan vizir clear qilamiz, vizir clear. Chunki do'stlar, yomg'ir to'g'risa qaraqib tashlaydi. TNTni ko'ra olmaymiz. Qani yo'qolib qoldi TNT va do'stlar qotdi ozgina. Va do'stlar qotdi. Va demak do'stlar, bu okean desam do'stlar, bu okean. Demak okean hosil qilib berar ekan, yomon emas. Birdan okean monsterlarni ham hosil qilib berdi, okean jonzotlarini. Atlantis deb qo'ygan o'z nomi bilan Atlantis. Demak keyingisi Solar Education. Solar demak bu koinot educating. Короче, o'shadan portlatamiz. Vau, effekti juda ham chiroyli. Menga yoqdi bu effekt. Uzoqroqga boramiz. Demak bu do'stlar qandaydir bu koinotdan nasl. Demak bu Solar. TNTni qaranglar. Bu nechtadir TNTda do'stlar? Portlashlar. Vau, portlash ham oddiy portlash emas, juda katta portlash. Vau, do'stlar, bu otib o'lar ekan, to'xtamay ekan. Demak bu menimcha asteroidlar.
kichik dona asteroidlar solar deb qo'ygan. Yomon emas, portlashni qaranglar. Normalligina portladi. Olov bilan birga. Demak, solardan keyin hadronic bomb do'stlar. Hadronic bomb. Demak, endi buni ko'ramiz. Bu bomb juda katta portlash bo'ladi. Menimcha bu do'stlar oxirgisi agar do'stlar, demak bu mana bunday. Demak do'stlar, biz chiqib ketishimiz ham mumkin. Minecraftda ot olish ehtimoli juda katta. Chunki buni portlashi juda katta bo'ladi. Oldingi videoda ko'rganmiz. Uzoqroqga boraylik. Bu juda katta portlashni amalga oshiradi. Hozir ko'ramiz. O do'stlar, qaranglar. Nuklear bomb portlash ko'rindi bizga, lekin sheylar tufayli u to'g'riligicha ko'rinmayapti va portladi. Buni oldingi videoda ko'rdik. Bu juda chuqur portlash bo'ladi. Bunda demak qaranglar do'stlar, volod yuvib ketyapti qotmasgan holda. Demak do'stlar, yomon emas, sheylar juda ajoyib ko'rinyapti. Juda ham ajoyib. Qaranglar. Juda ham katta portlash bo'ldi. 32 changda portlatyapman do'stlar, qaranglar. 32 chang plus shader plus juda kuchli TNT'lar do'stlar, bu 50 FPS beryapti. Kompyuterimga qo'yilman. Do'stlar, bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan bo'lsa kerak, ya'ni bilmadim, chunki hech kim shaderda portlatmagan. 32 maksimaliy changda portlatmagan. Chang nimaligini bilmasanglar, mana bu narsa chang do'stlar. Maksimaliy ko'rish foizim. So'ch agar buni masalan 6 changga tushsam, men 6 changgacha bo'lgan maydonni ko'ra olaman. U misol uchun TNT portlatuvchilarda o'rtacha 10-12 chang ko'radi. Masalan, 32 changda portlatib ko'rsatyapman. Ham shaderda, ham juda kuchli TNTlarda. Mana kuchli TNTlar degan domsli TNT 3-darajali. Demak do'stlar, Grand final oxirgi TNTni sinab ko'ramiz do'stlar. Hozir qaranglar, eng oxirgi eng kuchli TNTni sinab ko'ramiz. Black Hole ko'rganmiz, Winter ko'rganmiz. Demak do'stlar, bitta mana shu sinab ko'ramiz. Flat Earth. Do'stlar, dunyoni tekis qilaman deyapti mana bu. Flat Earth deyapti. Ya'ni dunyoni tekis qilish. Ko'ramiz, bu ham qiziq. Ikkalasini portlatib ko'ramiz. Bo'ldi do'stlar, shu videomizni tugatib o'ramiz. Demak do'stlar, Flat Earth tekis qilsa kerak do'stlar, meni fikrimcha. Qani. Hozir mana bu yerda qaranglar, yuryapti moblar. Agar hozir bu yo'qolib qoldi, moblar ham to'xtadi, demak do'stlar portladi. Da do'stlar. Bu demak men butun dunyoni emas, lekin butun o'rmonni tekis qilib tashladi desak ham bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerga ham borgan ekan. Tekis qilib tashladi do'stlar, qaranglar. Butun bu tog'ni olib tashladi. Eng oxirgisi Grand final. Kakkas tekis yerga portlashga ajoyib TNT. Demak bu Grand, bu Minecraft. Wow. Yakun uchun juda ajoyib TNT ekan, video yakuni uchun. Demak bu bloklarni tarqatib berganda. Bu nima bloklar? Qaranglar do'stlar. Wow, Minecraft to'xtamayapti. Portlash. Do'stlar, buni portlash, do'stlar, yerga birdan TNT ham yuborayotgan ekan. Demak do'stlar, kakrazam kechib qoldi do'stlar. Do'stlar, bunaqasi O'zbekistonda bo'lmagan desak ham bo'ladi do'stlar. Do'stlar, shader rejimda eng kuchli 3-darajali TNTlarni portladik. Albatta do'stlar, bular like bosishingiz, albatta do'stlar, kanalda yangi bo'lsa kanalga obuna bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan har doim bo'laman. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Albatta do'stlar, yana bir marta ushbu TNTni balki shaderda, balki tekstura, balki realistik teksturada portlatishimizni xohlasanglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlar bilan har doim bo'laman. Ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar do'stlar. Hay do'stlar.